Maqsadimiz bu qalamchalarni sotib faqat daromad qilish emas, xonadonida bo'lsa ham ozroq uzum ekib, o'zimizda mahalliy navlar va chet eldan kelgan uzum navlaridan ekib, foydalanib, uzoq yillar mevasini yesa, biz xursand bo'lamiz. Ob-havoga mos, erta pishar, kech pishar uzum navlaridan Xudo xolasa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Uzum asosan qalamchadan ko'payadigan narsa. Qalamchalar mavjud navlaridan Mercedes, Rizamat, F1, Husayni, oq damski, qora damski, ulkan, gigant navlarimiz bor. Cheklanmagan miqdorda kesib beramiz. Avatar, Lamborghini, Rambo, Alvika degan yangi degustatsiyada o'tgan mevasini ko'rib, hosilni ko'rib, garantiyali 3 xil uslubda qalamcha olinadi. Buni bilish uchun bunday qilib ko'rsak yashil chiqadi mana. Sog'lom. Agar mana shu qalamchadan kesib olib turib payvand qilinsa, o'sha yilning o'zida hosil ko'rsatadi. Past tarafdagi nijniy pindiqlari olib tashlanadi. Mana shu holatda qo'yiladi-da, tuproqni mana shunday qilib ko'mamiz. Bitta pindiq qoladi. Mana shu barmoq qalinligidagilar eng ideal zo'r qalamchalar hisoblanadi. Xom novdalar mana sovuqqa qorayib qolgan, bunda yashillik yo'q mana. Bu bo'lmaydi bu. Hammasi o'zimizning bog'da, men o'zim qator qilib ekkanmiz. Navlari aniq, ishonchli, hech qanday adashmovchilik bo'lmaydi. 99% garantiya, 100% faqat Alloh garantiya beradi. Qalamcha navlariga javob. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Pastda raqamlar qoldiramiz, narxlarni ham kelishtirib beramiz. YouTube, Instagram, Telegram kanallarga kirib turib bemalol har xil uzumlarni parvarishlari, qanaqa dorilar sepilishlari, qirqilishlari, qachon qirqilish kerak, qachon doralash kerak, o'shanaqalar mavzular haqida savol-javoblar bo'ladi. Bemalol kirib murojaat qilib savol bersalaringiz, adminlarimiz yoki bog'bon ukalarimiz javob qaytarishadi. Ting qilib qo'yasiz-da.